Endi bu asosiy testosteron miqdori ko'pincha nima bilan bog'liq bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Jabbor Javlon Raopovich, 14 yillik tajribaga ega urologman. Ibrat klinikasida ish faoliyatimni olib boraman. Sizlarga hozirgi vaqtda erkaklar uchun muhim bo'lgan gormonlardan biri, ya'ni erkakda erkak qilib turadigan gormon, ya'ni testosteron haqida fikr yuritamiz. Testosteron haqida gapiradigan bo'lsak, gap ko'p, lekin asosiy momentlarini, ya'ni sizga tushunarli bo'lgan tilda ozgina qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'p, testosteron haqida gapiradigan bo'lsak, testosteron o'zi nima? Testosteron aslida erkakni o'sha ayoldan farqlab turadigan gormonlardan biri hisoblanadi, ya'ni dominant gormonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bunda testosteron qo'pol qilib aytganda oldingi o'sha mashoyixlar shunaqa deyishgan, даже qurolsiz yuradigan askarga o'xshatishgan. Testosteroni yo'q insonlar qurolsiz yuradigan askar misoli deyiladi. Testosteronni ko'pincha funksiyasi nima? Testosteron o'zi erkaklarning asosiy jinsiy gormonlaridan biri hisoblanadi. Bu asosan erkakni o'sha erkak qilib turadigan gormon. Ya'ni bunda nima? Testosteron miqdori kamayganda jinsiy xohish birinchi navbatda pasayish bo'ladi, tez charchoq bo'ladi, ish qobiliyatining pasayishi bo'ladi. Xohlagan ishini masalan tez qilmaslik, mushak massasini kamayishlari va bir qancha qismlarga bo'linadi. Endi bu asosiy testosteron miqdori ko'pincha nima bilan bog'liq bo'ladi? Ya'ni yeydigan ovqatlar bilan ham bog'liq bo'ladi. Yeydigan ovqatlari organizmga yetarli miqdorda mikroelementlar yoki makroelementlar birgalikda kirmaganligi yoki xolesterin miqdori bilan ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni yetarli miqdorda xolesterin kirmagani yoki rux, magniy mikroelementlarning o'z vaqtida kirmasligi ham testosteron pasayishiga olib keladi. Testosteronni endi pasaytiruvchi omillarga keladigan bo'lsak, bu ko'pincha doimiy bir joyda ishlovchi insonlar. Ya'ni ertalabdan kechgacha bitta stol ustida o'tirib, tez hazm bo'lmaydigan fast foodlar yordamida yeb, ortiqcha vazn bilan o'tiradiganlar, ya'ni o'sha yog' ko'p to'plangani hisobida hosil bo'ladigan omillar hisoblanadi. Ya'ni bular hammasi tez charchashga, uyquni buzilishiga, ya'ni yetarli miqdorda uxlamaslik. Kam uyqulik ham testosteron miqdorini kamaytiradi. Ya'ni o'z normada 6 soatdan 8 soatgacha uxlash kerak bo'ladi. Biza kam uxlayapmiz hozirgi kunda. Chunki hayot shiddat bilan oshib boryapti. O'sha mo'ljallangan ishimiz o'z vaqtida bo'lmayapti. Bu uchun vaqt talab qilyapti. Lekin baribir uyqu ham katta ahamiyatga ega. Yetarli miqdorda uxlaganda o'sha testosteron darajasining ko'tarilishiga ham olib keladi. Keyin doimiy streslar bular ham ko'pincha testosteronni pasayishiga olib keladi. Xudo behudaga insonlarni jahli chiqishi, arzimagan narsalarga masalan o'zini reaksiyasini bildirishi, bu ham o'sha testosteronni tushishiga olib keladi. Ovqatlanish rejimiga rioya qilmaslik. Ko'pincha ertalab shoshib pishib ishga ketamiz, yetarli miqdorda nonushta qilmaymiz. Obedda ulgurmaymiz, ishimizni bitirishimiz kerak deb yemaymiz va kechga borib plotniy ovqat yeyishimiz, bu ham semirishga, ham o'sha energiyani pasayishiga, ertaga yana yog' to'planib, yana o'sha testosteron pasayishiga olib keladi. Testosteronni tabiiy ravishda qanday qilib ko'tarsa bo'ladi? Endi testosteronni ko'tarish uchun organizmga yetarli miqdorda mineral o'g'itlar yoki asosiy etapda xolesterin kerak bo'ladi. Testosteronni ko'tarish uchun masalan ertalab 3 dona tuxum yeng. Tuxumni ichida xolesterin bo'ladi. Sarig'i o'sha xolesterin hisoblanadi. O'sha xolesterin miqdori ko'proq bo'lishi bizda ko'pincha testosteron ko'tarilishiga olib keladi. Ya'ni o'zbeklarda ko'pincha testosteron o'zi yaxshi bo'ladi, chunki biz yaxshi yeb yuradigan, yaxshi ovqatlanib yuradi. Go'sht mahsuloti ham masalan birinchi navbatda go'sht, temir bo'lsa, ikkinchi navbatda oqsil bo'lsa, ikkinchi navbatda xolesterin, ya'ni testosteron ko'taradigan mahsulot hisoblanadi. Undan tashqari rux, magniy miqdori yetarli miqdorda organizmga kirib turishi, bu ham testosteronni oshirishga olib keladi. Ularga nima kiradi? Ularga masalan karom kirish mumkin yoki D vitamini ham yetarli miqdorda bo'lishi, bu ham o'sha testosteron darajasiga bilan bog'liq. Ya'ni D vitamini yetarli miqdorda organizmga kirib turishi, bu ham testosteron miqdorini ko'taradi. Qisqa qilib aytganda, o'z vaqtida ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, o'z vaqtida uyquda bo'lishi, stresli holatlarda o'zini boshqara olish, bular hammasi yoki kun davomida 10 ming qadam yoki haftada 2-3 marta sport bilan shug'ullanish, tayyor ovqatlardan voz kechish, tez tayyor bo'ladigan ovqatlardan voz kechish, bular hammasi rioya qilib turilsa, o'z navbatida zararli odatlardan, ya'ni chekish, spirtli ichimliklardan
voz kechish, masalan, yoki pivo ham, oddiy pivo ham o'sha testosteron kamaytirish mumkin. Shulardan voz kechish testosteron miqdorini ko'tarilishiga olib keladi. Videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, tushunarli bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir kamchiliklari qolib ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Videomizga like bosish esdan chiqmasin. Yana qanaqadir qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsangiz, biz shu haqda sizga ma'lumot beramiz.